Assalomu alaykum, hammaga xayrli kun. Halislar xayrli abiddan nari deydi. Soat ham короче, bilmayman, 4 ga yaqinlashyapti, 3:30 o'tdi. Ham havo вообще bomba Sankt-Peterburgda. Dam olish 2 kundan beri xudo xolasa. Nasib inshaalloh dushanba kundan ponedelikdan ish bo'ladi. Bezdakmet yurganlar, dakmetsiz yurganlar yoki yangi kelganlar, Lepoyga dakmet qilinyapti hozir. Xudo xolasa shu Zapri deportizo bo'lsa bo'ldi. 11:26 ham cho'zildi xudo xolasa. Bemalol aloqaga chiqishlar mumkin. Eng arzon biletlar, hujjat ishlari bo'yicha qo'ldan kelgancha poddesha qilinadi. Plus turda pasport perevod, pravo perevod и так далее. Aloqaga chiqib olasizlar. Sankt-Peterburgda yaqinlarimizga qo'ldan kelgancha poddesha qilinadi. Joninglar sog' bo'lsin. Kim dam olish bo'lsa, dam olish kunida maroqli va mazmunli o'tsin.